Yo, qishloqqa hokim kelar ekan. Hoy, hammang tayyorlan, nimalar qilyapsanlar? Qishloq uylaringga qara hammang. Hoy, nima qilib o'tiribsan bu yerda? Hokim kelar ekan. Nima qilay? Bor ishlaringni ko'r. Hoy, qara hammang hokim kelyapti, tushunyapsanmi? Qanaqa hokim? Qishloqni hokimi, yo'q, qishloqda hokim bo'lmaydi degancha. Shaharda hokimi kelyapti. Hoy, uyingni yig'ishtir hammang, tozalikka e'tibor ber. Polizlaringga qara hammang. Hoy, tayyorlan. Namcha hammang bir joyda qotib o'tiribsan. Hozir kelsa ko'rasanlar keyin. Men bor janob merni ogohlantirishim kerak tezroq. Janob mer bilmasa keyin bilmay qo'ygan bo'ladi. Keyin bilmay qolsa, u kelib gapirsa yomon bo'ladi. Voy janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap Jo'xa? U qishlog'imizga hokim kelar ekan, mana ko'ring, yangiliklarda chiqibdi. Yo'q, hokim kelar ekanmi? Hokim bizni yo kelmay tursin. Nimaga kelmaydi? Qishlog'imizda 2-3 ta rasvo bo'lib yotgan uylar bor, yig'ishtirilmagan polizlar bor. Hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi, tozalash kerak. Qanaqasiga tozalaymiz? Jetellarga buyuraymi? Yo'q, hammasini o'zing qilasan. Qanaqasiga? Uylarni TNT bilan portlatib taylamayli. Bo'ldi, kakras oson bo'ladi ishim. Davay, men ketdim unda. Ha, davay, omad. Aha, mayli. Tak, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi videoyimda. Sizlar albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Men esa hokim kelar ekan deb uylarni hozir yo'qotib chiqishga harakat qilaman. Lekin hokim shu vaqtda keladi. Bir ogohlantirib 2-3 kun oldin kelsa bo'lmaydimi? Darrov kelib bo'lgan qaranglar. 3 ta TNT bilan portlatib tashlay olamanmi shu uyni? Tak. Bu tepa qismi yo'q bo'lib ketmadi-ku. Tepasi yo'q bo'lib ketish kerak edi. Hozir tepasi ham TNT qo'yaman mayli. Keyin normal portlasa kerak. Ustidan bitta tosham eldirish kerak, chunki TNTga olov yoqqan payt tushib ketishi mumkin-da, havoga muallaq qolib ketadi. Tak. Voy, menga ham ta'sir qildi. Yomon otib yurar ekan, lekin takoy portladi, zo'r gap yo'q. Endi mana bu ustidan chiqib turib portlasam, menimcha qulay bo'ladi. Mana shu yerga bitta qo'yib yuboraymi-kin-a? Da, normalniy bo'ladi desam, yo'q, adashgan ekan. Ustiga chiqib qo'yish kerak. Onasini emsi mana bu yerda o'rgimchak to'rlari yomon rasvo holatga kelib qolgan. Davay, endi qoch. Ay, ilashib qoldim. Obbo, yetmay turuvdi. Voy, o'rgimchakingni to'ringga sani deb so'kardim, lekin so'kish yomon, o'shaning uchun so'kmayman. Men aqlli bo'laman o'zi. Yo, yerga portlama faqat. Obbo, yerda rasvosini chiqarib yordi-ku. Mayli, hozir uyimdan borib asbob anjomlarimni baribir olib kelishimga to'g'ri kelar ekan. Shuncha TNTni o'zi bilan tars portlatib tep-tekis qilib tashlayman deb o'ylagandim. Lekin adashgan ekanman. Ko'ryapsizlarmi? Shunchalik ham odam adashadimi? Men shunchalik adashishimni o'zim bilganimda adashmagan bo'lardim. Bu gapni qanday tushunish kerak, lekin bilmadim. Mayli, hozir hammasini cho'tki qilaman, qarab turinglar. Belkurakni nima keragi bor menga? Poliz, aytgancha polizlarni ham tekizadigan soat 3 bo'pti. Nahotki qoch yaramas yetel polizlarni sozlash kerak. Hamma ish yarim bo'lib qolyapti. Hali ana uylarni to'liq buzib bo'lganim yo'q. Polizlarni hamma poliz menga buyurgan janob mer. Nahotki bu hokim o'z qanday odam bilmayman. Nima buncha vahima qilyapti. Agar kelsa nima o'ldirib qo'yadim biror kishini yoki qilmabsanlar deb turib bizni qishloqda haydab yuboramikan. Bilmayman, hozir ko'ramiz. Kelgandan keyin ko'ramiz. Balki oddiy bizga o'xshagan odamdir, kelib turib hazlashdi, 1-aprel deb ketsa, qanaqasiga hazlash, nima deb hazlashadi? Misol uchun, sizlar qishloqda haydayman deb hazlashib turib, hazlashmagan bo'lsa, ya'ni hazlashdim deb turib hazlashsa, u keyin boshqacha tema bo'ladi. Tak, qochib tur, jetel, seni ham polizing tozalashim kerak. Nimaga tozalayapsan? Nimaga tozalayman? Ertalabdan beri nima deb baqirib yuribman senlarga? Xotin keladi debsanmi? Qanaqa xotin? Tentakmisan, hokim deyapman. Hokim deyapsanmi? Kim u hokim? O shaharda kattasi, katta odam. Katta odam, mendan ham kattami? Sani 4 danchi keladi. Katta deganda bular kattalikni nazarda tutadi, hajm jihatdan, u mavqe jihatdan katta odam. Uni nima desam ekan, u hokim deyapman, o'zi hokim deganini tushunish kerak. Jetel polizing tozalayapti, senga o'ta farqi yo'q-a? Vaqsh farqi yo'q. Shunaqa bilaman-da o'zi. Mana yerdagi polizlarni ham tozalash kerak. Hoy, tozalayap, o'zing tozalayapsanmi? O'zim tozalayotgandim, ko'ryapsanmi, buzib ketding. Iloj yo'q. Hozir qaytarib joyiga ekib beraman, mana hech nima qilmaydi. Prosta hosillarni soliq sifatida olib ketaman, ya'ni pishib bo'lganini. Qoch, yo'liga turma. Mana qarab, polizingni bosyapti. Ammo meni xotinim-ku. Xotiningga kuching yetmaydimi? Axir men xotin qo'li. San xotin qo'li bo'lmay, erkak qo'li. Yo'q, nima deyapman? Tushunmadim. Mayli. Unutamiz, esdan chiqaramiz nima deganimda. Tak, mana bu yerlarni ham sozlash kerak. Janob merda uyi ham rasvo holatga kelib qolgan, lekin qaramagan. Mana bu yerda hosillarni iti bor ekan. Mana bu yerda yig'ishtirish kerak. Mana bu yerda bitta eski uy bor, uni ham portlatib tekislab yuborishim kerak. Xullas, qishloqda buzib qaytadan qurishga to'g'ri kelyapti hokim kelishiga. Unaqa buzib qayta qurmayapman-ku, lekin shunga yaqin ishlarni qilyapman.
Hozir tak bu tomonlarga ham tez ekib tashlasam yaxshi chotki menimcha normal bo'ldi. Hozir tezroq bo'ldi. Все, urug'larni oldim. Ana endi janob merga olib borib berish kerak bu urug'larni. Janob mer bilmayman nima qiladi, nima qilsa qilsin o'zi biladi. Sog'liq sifatida berib yuboraman. Bu yerda ham bir ikkita hosillar bor. Ana yerda ham bitta bor ekan. Polizlar, ya'ni hosillar deyapman. Polizda hosil bo'ladi ekan ishni. Tak, hozir tak tez. Yomon charchadim lekin bor-ku. Mayli, charchasam ham endi nima qilishim kerak? Obunachilar, to'g'rimi? Kommentariy yozinglar, chiqani nima qilish kerak? Mana shu sizlar tasavvur qilinglar, hokim kelyapti, qishlog'ingizda hamma yoq rasvo bo'lib yotibdi, nima qilgan bo'lardinglar? Menga o'xshab qishloqda mana shunaqa qilardinglarmi yoki qishloqdan surib yuborardilaringmi? Men ham surib yuborardim-ku, lekin mard kishi surib yubormaydi. Mard kishi oxirigacha turadi, вообще harakat qiladi. O'shaning uchun turibman-da oxirigacha. Hozir mana kartoshka, sabzi hammasini qaytadan ekib chiqish kerak, buzib turib, ana u eski binoni ham portlatib tashlash kerak. Buzib qo'ygan joylarini ham iloji bo'lsa to'g'rilasam zo'r bo'lardi. Mana oxirgi poliz, nihoyat mana shuni yo'q qilsam tezroq. Muhimi hokim kelib qolmasa bo'ldi. Kelib qolsa lekin bor-ku, pachavamizni chiqaradi kelsa. Qishloqdan haydab yuborish mumkin. Hozir aytadi, keladi o'zi, nima problema bor, nima bo'lyapti deydi. Keyin aytadi, qishloqlarga so'raydi, nima muammo bo'lyapti qishloqda deydi. Keyin birikta qari chol jetellar aytadi, bizga xotin yo'q deydi. Sendagi xotinni qayerdan topaman deydi. Keyin bizni yor ket deydi. Qanaqa yor yopilib ketgan deydi. Shu bilan xullas urush janjal bo'lib ketadi va bizni mana bu ishlarimiz bir tinga qimmat bo'lib qoladi va hech kim bunga e'tibor bermaydi. Janob mer, holizdagi nima dedim? Polizdagi hosillarni olib keldim. Holizdagi polizlarni olib keldingmi? Yo'q, hosil demoqchi edim. Mayli, hozir boshqa ishlarni ham ko'ray. Mana uni portlatish kerak. No'atak mana bu tomonda portlamagan yangisi turibdi. Birinchi uni yo'q qilayin, keyin kelib qoldiqlarni yo'qib chiqsam ham bo'laveradi asta-asta. Xo'p, o'sha hokimni o'zi kelib bizga yordam bersa bo'lmaydi. Bundan ko'ra, shuncha vahima qiladi hamma, hokim keladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb turib. Hokim kelib bizga yordam bersin, undan ko'ra u hokim xalqning dardini tinglashi kerak. Bunaqangi kelgan vaqti butun olamni bunaqa shov-shuv qilib bunaqa qilib qo'ymasdan. Tak, mana butun olamni qalay, nima bunaqa qishloqlaring rasvo bo'lib yotibdi? Assalomu alaykum janob hokim. Va alaykum. Bu polizlar yaxshi, lekin mana bu yer nima bo'lib yotibdi? Qatinga tiqding. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Yaxshi, uylarning ichi normal, chang toza. Bu yerda demak ayol kishi yashagan. Bilmayman, ayol kishimi? Bu yerda qari chol yashar ekan u. Ha, bobom yashaydilar. Bo'lar nima gap, bu kim bu? Bu janob hokim bu. Hokimmi? Hokimman, dadosh. Nima dedingiz? Boboy demoqchi edim. Shunaqa deng, trend qilib yubordingizmi deb o'ylab, qo'lingizdagi nima? Bilmasam shu yerdan chiqdi-yu, rasvo holatda qishloqlaring bor-ku, senlarni haydab yuboraman qishloqdan. Chiqib qol hammang. Unaqa nima qilmang. Mana bu poliz yig'ishtirilmagan, egasi o'lganmi? Yo'q, egasi tirik hali. Bu uyning ichida nima hech narsa yo'q. Endi egasi qo'ymagandan keyin bo'lmaydi-da. Mana bu polizlar ham yig'ishtirilmagan. Senlar qishloqda ishlamay yuribsanlar, hech biring ish qilmayapsan. Ulgurmadik-da. Mana bu uyning ichi juda ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Keyingisiga o'tamiz. Siz har bir uyni shunaqa qilib tekshirib chiqmoqchimisiz? Albatta, bu yerda ham hosillar yig'ishtirilmagan. Senlarni aniq qishloqdan haydamasam bo'lmaydi. Mayli, shu marta kechira qoling, keyingi marta haydaysiz. Yo'q, bu yerda nima bitta mashina, qolgan mashinalar qani? Egalari haydab ketgan yoki sotib yuborgandir, bilmasak. Bilish kerak. Menimcha bu seni polizing. Qayerdan bildingiz? Bu seni uying-ku, uying yonida qurib qo'yibsan. Bu meni uyim ekanligini qayerdan bildingiz? Bunaqa uy faqat senda bo'ladi. Sen Johamsan? Siz meni taniysizmi? Mashhur youtuber. Rahmat tanir ekansiz. To'xta, qani yotoqxonangni ko'raychi. Notebooking chiroyli ekan. Quroling bormi uyingda? Qurol o'zimni himoyalash uchun. Yomon, bu juda yomon. Seni qishloqdan haydayman. Sovuq qurol ishlatyapsan. Eshigingni yopib qo'y. Mayli, o'zim yopib ketaman. Rahmat. Qani janob mer, qayoqda? Bu yer nima? Bu yer kompyuterxona. Egasi qani? Egasi vaqtincha men egasiman. Nimaga sen? Boshqa kishi turgandiki avval kelganimda. Avval ham kelganmisiz? Ko'p kelib turaman-ku. Qoch, galim yaramas. Bu yerda galim, nima hokim turibdi. Nima sen galimlarni urayapsan? Ular o'zi shunchaki tarbiyasiz bo'lib qolgan. Ya'ni har kimga teginaverasiz. Sizni himoyalayapman. Unda rahmat. Arzimaydi.
Bu qarang o'zi juda ham g'alati harakatlanyapti. Yaxshi, bu yerlar juda ham farosatli yig'ilgan va mana bu yerga nima qilgansan? Bulg'ab qo'yibsan hamma yog'ini. Man mayli, hech narsa qilmay tozalab olaman keyin. Yo'q, unaqa degan narsa yo'q. Qani, merni oldiga kiraychi. Ha, janob mer, qalay ishlar, yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz hokim bobo? Assalomu alaykum. Va alaykum. Nima bunaqa ishxonang rasvo holatda seni? Endi bizga berilgan bor narsa shuda. Senlarni qishloqdan haydayman. Senlar qishloqdan haydayman demang. Nima deyunda? Iltimos haydamang, kechiring bizni. Biz to'g'rilaymiz hammasini. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, haydamayman. Faqat hammasini o'z joyiga joylashtirasanlar, tushundinglarmi? Xo'p. Mayli janob, bu nima edi, kim edi? Hokim, rahmat sizga. Ko'rdingizmi, saqlab qoldik ikkalamiz, Ikkalamiz zo'rmizda o'zi. Janob hokim ketibordimikan? Ko'rinmayapti-ku. Ketgandir. Janob mer, endi nima qilamiz? Hamma yoq normal holatga kelib qoldira olmadim. Ulgurmadim, charchab ketdim. Bir gap bo'lar, mayli keyinroq qilsak ham bo'laveradi. Mayli unda men ketdim, borib qolgan ishlarni ham hal qilib qo'ray. Obunachilar ko'rdinglar, hokim bobo bildirmasdan kelib qoldi. Endi keyingi marta kelishini bilib turib hammasini chotki qilib, chiki qilib qo'yaman.